Petition, imza toplash ta'siratlari. 4. Abturi Gülşen Abduqodir, Sahar. 2. Guruch ichidagi aqtashlardan hazar eyleyli. Chet ellardagi Uyg'ur davosiga vakillik qildigan Uyg'ur jamiyatini tasavvur qilish yoki o'xshatishga to'g'ri kelsa, dengizning ostiga o'xshatishga to'g'ri keladi. Dengizning ostida hamma narsa bor. Marvoyitlar, qumlar, belijonlar, turlik suv jonliqlari. Shundaqla insonlar tashlagan plastik xaltalar, cho'kib ketgan paraxot yoki kiyimlarning qoldiqlari va hokazolar. Uyg'ur davosida izchillikni saqlayotgan kona da'vogarlar, jazo lagerlari qurilgandan keyin da'vo sepiga qo'shilganlar, vatandagi mol-mulkidan ayrilib qolmaslik, ota-ona oila tavobatlariga ziyon yetib qolmaslik, Xitoydan oldigan maoshidan ayrilib qolmaslik qatorliq turli sabablardan sukut qilayotganlar, xuddi bahor yomg'iri sharqirab quyi o'tib to'xtab qolgandek. Mustaqillik deb bir qancha shuarlarni to'lab qo'yib yoki kishilarning qo'liga mustaqillik deb yozilgan taxtay va lozinkalarni tutqizib qo'ygandan keyin o'zi yo'qab ketadiganlar. Uyg'ur davosida samimiy bo'lganlar va samimiy bo'lmaganlar. Uyg'ur davosini muzayning yugurish samonliqcha deb o'ylab, ota-onasi yoki qarindoshlari qo'yib berilgandan keyin to'xtab qoldiganlar. Mal-mulki, ota-ona qarindoshlarining Xitoy tarafidan go'rok ilvinganlik sababidan jamoat fikri yo'nalishini qalaymaqon qilish yo'li bilan Xitoy uchun xizmat qilayotganlar va yana nurg'un yuqorqilar chet ellardagi Uyg'ur davosining umumiy kartinasi bo'lib, chet ellardagi Uyg'ur nüfusining amaliy ahvoliga selishtirganda nihoyat oz kishilar badal to'lash va izchillik ro'yini saqlab Uyg'ur davosi qilyotdi. İçinishli reallik shuki, yana nurg'unlagan Uyg'urlar shikar manfaatlarining shirin xiyolida yurmoqda. Chet ellarda yuz berayotgan Uyg'ur davosiga qartilgan inkor va sapsati tashviqotlarini qilayotgan bir guruh kishilarning ichidagi oz sondagi o'z maftunlik psixikasi, yana men ichida bo'lmagan ishning hammasi sapsata deb qaraydigan kishilarni nazarga olmaganda, ko'pinchisida Xitoyning roli va ko'langisi bor deb qarash behuda qarash emas. Guruch ichidagi qartashlar ancha xatarlik emas. Chunki u qarligi bilan farqli turganligi uchun uni osonli ilg'ib ta'laymiz. Eng xatarlik bo'lgani guruch ichidagi aqtashlar. Aqtashni biz guruch deb o'ylab qolamiz, natijada tishimizni sundirib olamiz. Xitoy bizning da'vo ishlarimizni yo'q chiqarish va birdan-bir raqibi deb qarayotgan dunyo Uyg'ur qurultiyini obro'sizlantirish yoki yo'q qilish uchun hargiz o'zi o'tirg'i sakrab tushmaydi. Balki o'z ichimizdagi aqtashlar orqali dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi nomli toj ostidagi imzo to'plash, xalq harakati degandek ismlar ostidagi inkor va sapsatlarni bozorga selish orqali Xitoyga qarshi birlik sepimizni ojizlashtirishga urinishi mumkin. Xitoy vatan ichida 200 limchi kadrlarni tozalab bo'ldi. Endi cho'qim vatan sirtidagi 200 limchi muhojirlarni o'tirg'i chiqarishi mumkin. Bundaq ahvol ostida Xitoy ular bilan savdlashishi biz sana cho'ng ish qilib ber demaymiz, faqat dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi degan bir imzo to'plash boshlatdik. Buningga imzo etishing va bir qancha do'stlaringni imzo atqizishing kerak degan shartni qo'yishi mumkin. Buningga yana vatandagi ota-ona urug' tuqqanlarining taqdirini o'ylab, qo'y degan jumlalarni qo'shib qo'yishi mumkin. Bu qarmoqqa intayin oddiy bir shartda ko'rinsimi, ammo bu Xitoyning dunyo Uyg'ur qurultiyini g'o'litishdagi kelajak planlarining asosiy fakti bo'lishi mumkin. İlgari Kanadadagi istixborot xodimlari Kanada gazetlarida maqolalar e'lon qilib, Xitoyning cho'ng uchurlariga qaraganda kichik va ushoq uchurlarning berikishiga intayin ahamiyat beradiganligini ta'kidlab, Xitoyning o'ziga raqib deb qaragan kishi va tashkilotlarga qarata uchur to'plashini dengizga berib qaytib kelgan kishilarning suv uzish kiyimlarini qaqqanda uningdan tushadigan qumdanchilarni yig'ishga o'xshatgan. Shundaqli nurg'unlagan suv uzish kiyimlarini qiqish orqali zo'r bir natijaga erishadiganligini ta'kidlagan. Dünya Uyg'ur masalasini irqiy qirg'inchilik deb to'naydigan davlatlarning ko'payishiga ergishib, Xitoydan iborat bu ajdarha burun tishini ko'rsatgan bo'lsa, endi texmi g'aljirlashib, o'tini purkishi mumkin. Xitoy chet ellardagi Uyg'urlarni texmi bek ziddiyat patqiga patirib qo'yish uchun qadimdan ishiltib kelayotgan o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish, qo'rg'onni ishchidan buzish qatorliq hillar bilan Uyg'ur davosi qildigan chet ellardagi Uyg'urlarni palach holatga tushirib qo'yish uchun texmi qabih vositalar bilan o'tirg'i chiqishi mumkin. Biz bu qabih vositalarni ishiltayotgan kishilarning Xitoy emas, balki o'z kishilarimiz ekanligini ko'rganda hayroni has bo'lib qilishimiz mumkin. 3. Ish qilishdan burun Uyg'ur davosini tushunish intayin muhim. Mustaqillik o'zimiz orzu qilgandek yasab chiqadigan, xohlasan chuvitib, xohlasan qurashtirib oladigan kichik bolalarning o'yinchoqi emas. Yahudiylar dunyodagi ta'sir kuchli boylarining ko'pligi aql bilim ambarlari intayin kuchli bo'lishi bilan tonilgan bir millat bo'lg'ini qaramay,
Har qitim bir-biri bilan xushlaşganda, kelar yili Yerusalimda ko'rishaylik degan umid bilan xo'shlashib, dal 25 yildan keyin vatanni qurib chiqalagan. Afg'onistonda o'lgan bir Amerika askarining dunyoda qo'zg'aydigan ta'siri bilan 3 million Uyg'urning jazo lagerida bo'lishining qo'zg'aydigan ta'sirini silishtirg'ili bo'lamdi. Dunyo terrorist deb qaraydigan Talibanlar hokimiyati Afg'onistonda hokimiyat beshiga kelgandan keyin nima uchun Xitoyni o'z ichiga olgan nurg'unlagan davlatlar ta'zim qilishga boshladi? Nima uchun Uyg'ur qirg'inchiligi oldida Uyg'urlarning qarindishi hisoblangan turk dunyosi va diniy qarindishi hisoblangan musulmon dunyosi bugungacha sukutda? Bu savollar dunyoni kuch va manfaatning kontrol qildiganligini tushuntirib turibdi. Undaqda kuch va manfaat tarasida Uyg'urlarning ig'irligi qanchalik? Bu ig'irlikning salmog'ini oshirish uchun chet ellardagi Uyg'urlar nimalarni qilish kerak? Chet ellardagi Uyg'urlar har vaqt ilg'or fikr va ilg'or tushunchalarni ishlab chiqaradigan, har vaqt Uyg'ur davosining buguni va kelajak tarixini yaxshi yoza oladigan 24 soat tefakkur, tushunish, e'tirof qilish, muayyanlashtirish, yangi yo'llar izlash, yetarsizliklarni birlik ittifoqlik asosida bir ustalga kelib so'zlasha oladigan, ilg'or fikr ishlab chiqarib o'z millatiga suna oladigan bo'lish kerak. İlg'or ideya, ilg'or fikr va ilg'or tushunchaning egasi bo'lish navbatda Sharq Turkistonni mustaqil qilishdan muhim bo'lgan bir masala bo'lib, ilg'or fikr, ilg'or ideya va ilg'or tushunchalarimiz bizni ilg'or harakatlarga yetakchilik qilishga boshlaydi. İlg'or ideya, ilg'or fikr va ilg'or tushunchalarga ega bir millatni hech kim qul qilolmaydi, hech kim parchalay İlg'or fikr va ilg'or tushunchalar ishlab chiqaradigan millatlar uchun dushmanning shpion va josuslik apparatlari ishlamaydi. Gerçi ularning vatanni boshqalar tortib olgan bo'lsa-mu, ammo allaqachon ular o'zida bor bo'lgan ilg'orliklari va ilg'or planlari bilan tasavvurdagi vatanni allaqachon qurib bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi dunyo urushida ig'ir mag'lub bo'lgan Germaniya bilan Yaponiya ana shundoq ilg'or plan, ilg'or fikr va ilg'or tushunchalar natijasida o'rnidan dastur olgan edi. İnkar va safsatalarga keng yo'l bergan, har yerda inkar putlashib yurgan millatlar mustaqillikni qo'lga olgan taqdirdami, bu mustaqillikni uzun mezgil saqlay olmaydi. Chunki inkar va safsatining qo'lutish roli bor. O'zimizni boshqalarga e'tirof qildirishdan burun boshqalarni e'tirof qilaylik. Boshqalarning bosgan qadamlari va to'lagan bedellarini e'tirof qilaylik. Yangidan Uyg'ur davosi qo'shilgan, bo'libmi vatanda jazo lagerlari qurilgandan keyin Uyg'ur davosi sepiga qo'shilgan yoshlarga shuni tavsiya qilamanki, Uyg'ur davosiga pul berish, Uyg'ur davosiga bir ish qilib berishdan burun Uyg'ur davosining qandaq bir murakkab davo ekanligini yaxshi o'rganish kerak. Shunda qilganda minnat qilish va riyodan xoli bo'lg'ili bo'ladi. Vatan qurishga umidi bor bo'lgan millatlar xuddi bir qo'shiq qitiq, bir tovoq sutni qitiqqa aylantira olgandek, Peyqirg'och muz ustida uyib qolgandek, o'z millatining hamma sohalari bilan uyushgan bo'ladi. Vatan qurishga umidi bor millatlar ko'chalarga namoyish qilib, cho'qon selib, nari tortib, to'kilib ketgan bo'ladi. Vatan qurishga umidi bor kishilarning yo'lni, bilet bahosining qimmat bo'lishi, yuqumliq kasal qoplab ketgan vaziyat shundoqla uzunga so'zilgan uchishlar to'siy olmaydi. Uning yuragida bir o't bo'lgan bo'ladi. Inson hayotining qimmati erishgan diplomlar bilan emas, balki vatani, millati uchun to'lagan bedellar bilan o'lchinadi. Inson hayotining qimmati inkarchilik va safsat tarqitish bilan emas, ilg'or fikr, ilg'or ideya va ilg'or tushunchalarning egasi bo'lish bilan o'lchinadi. Tugidi.